Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar. Tasavvur qiling. Qaramog'ingizda farzandlar bor. Farzandlarni to'y qilishligingiz kerak. Otaning haqqi bu, uylantirib qo'yish kerak. Bisotingizda 100 dinor pul bor. Ya'ni bisotingizda $10,000 pul bor. Farzandlaringiz ham bor. Katta o'g'lingiz yoshi katta bo'lib qoldi, uni uylantirish kerak. Undan keyin uning ukasi ham bor, uning singlisi ham bor. Bisotingizdagi mana shu 100 dinor, $10,000 ning hammasiga to'y qilishligingiz isrof. Ya'ni bisotingizdagi hamma pulni to'yga ishlatish isrof, birodar. Isrofga sarflangan narsa haromga sarflanganning hukmini beradi. Bugun nima qilyapmiz? Bisotimizdagi pulam ketyapti, yana qarzan bo'lib qolyapmiz. Yana farzandlarimiz ham bor. Nimaga deyapmiz? Orzu havas qilish kerak. Birodar, hamma imkoniyatingizga orzu havas qilmaysiz-ku. Qolgan farzandlaringizni tarbiyasi, o'qishi, kiyinishi, davolanishi orqaga qolib ketadi-ku. Boshqa farzandlaringizga zulm bo'ladi-ku bu. Shuning uchun bisotingizdagi shu odamning hamma puliga to'y qilib yuborishligi ayni isrof deydilar Imom G'azzoliy. Bugun to'ylar masalasi bizni juda qiynab qo'ydi, birodar. To'ydan oldingi marosimlar bir nechta, to'ydan keyingi marosimlar bir nechta. Birodar, unday bo'lmaydi. Kerak emas unaqa to'ylar. To'y degani valima degani, farzandingizni uylanish majburiyati degani, farzandingiz uylandi endi. Mana shu uylanganini birodarlaringizga, mahallangizga oshkor qilish. Qiz taraf ham, o'g'il taraf ham bo'ldi. Demak, kimga? Mahallaning 20 ta odamiga, 30 ta odamiga, 30 ta qarindoshingizga bo'ldi, xotirjam. Va shu odamlarni to'ydan oldingi va to'ydan keyingi marosimlarga qayta chaqirishlikning hojati yo'q. Va bu isrof.